Domlamiz zo'r gap aytib qoldi. Bor bo'lsa beraman emas, borimizni beradigan insonlar ko'paysin dedi. Bismillah deb o'zimiz boshlab beradigan bo'ldik. Mana domlajon masjidga qatnaganimiz Xudo xolasa, ehsonimizni qo'limizdan kelgancha kim qanchaligini bilmadik, lekin mana shu masjid qurilishiga Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha harakat qiladigan bo'lsak, hech bo'lmasa mablag' tomonidan bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu videoni tarqatib qo'ysa ham savob oladigan birodarlarimiz ko'paysin. Domla qayerga keldik? Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Muhtaram aziz yurtdoshlar, biz Jizzax viloyatining Zomin tumanining chekka hududlaridan bo'lgan Gulshan qishloq fuqarolar yig'inining Umar ibn Xattob jome masjidi qurilishida turibmiz. Bu masjidimizning qurilishi o'tgan yili boshlanganda, alhamdulillah hozir ancha vaqt qoldi. Endi hozir asosiy nimasi, kamchiliklari 20 talik armaturadan kerak ekan. Mana shu narsaga endi imkoni borlar hissa qo'shaylik. Qur'oni Karimda ham Parvardigor Ta'avanu alal birri va taqvo, yaxshilik, ezgulik yo'lida hamkorlik qilinglar. Va la ta'avanu alal ismi val udwan. Fisq yo'lida, gunoh yo'lida hech qachon hamkorlik qilmanglar deb o'zi marhamat qilgan. Shuning uchun demak azizlar, bu ezgu ish. Bu asrlar mobaynida musulmonlarga xizmat qiladigan muqaddas dargoh, Allohning uyi. Shunga qodir qilgunicha, mayli baqadar imkon 10 ming so'mmi, 20 ming, 50 ming so'mmi himmatiga qarab har kim o'zi yordam qo'lini cho'zsa maqsadga muvofiq bo'ladi. O'tganlarni oxiratlariga niyat qilsa, albatta o'tganlarning oxiratiga zaxira bo'ladi. Hayotlariga esa bu umrlariga, kasb-korlariga fayzi futuh, ilohiy barakot bo'ladi. Shuning uchun mana shu ezgu ishlarga hammani taklif qilamiz va albatta bu narsani beparvo bo'lmasligini albatta tavsiya qilgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Suhbatingiz yoqib qoldi. Bir kishi kasal bo'lib operatsiyaga kirib ketganda yaxshi bo'lib chiqsam qilaman degan ekan. O'shani oldindan qilib kirib keting, Xudo xolasa eson-omon chiqing degan ekan. Kimki nimadir ishiga nazar qilsa ham, Xudo xolasa mana imkoniyat sizlarga. Tezda foydalanib qo'yinglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Videoni tarqatib qo'yinglar. Rahmat.